Assalamu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Bugun ko'mirkat yollarimiz, akıllı ko'mirkat yollarimizni obzor etamiz. Temura, nima xususiyatlari bor bu kat? Assalomu alaykum. Buni xususiyatlari, buni texnomobilniklar nalarini ko'rsatib beraman Bek. Chin buzilishi bir tarafdan tushuntirib o'tamiz yana, xudo xolasa. Bu bunkeri bo'ladi. Akıllı kat yollarımızın. Bunda miyasi bo'ladi buni Anvarbek. Bu yakib o'chiradoni bo'ladi. Bunda gradusi yana 60 kerak bo'lsa 60, 70 kerak bo'lsa 70 da qo'yib boraveradi. Mijozlarimiz yana hech muammoli yeri yo'q. O'zina kerak temperaturada qo'yib beradi. Bunda miyasi bo'ladi buni. Например, bu yana M03 atib qo'ysak 3 minut ishlaydi shinik. Ebida hozir 15 minut dam olib rejima tuzib beramiz yana. 3 minut shinik yetarli. Shu yetargan ko'mirni 15 minut yakadi. 15 minutdan keyin yana qo'shadi 3 minut. Shusi bilan ajralib turadi bu ko'mir kotyollarimiz ekonomik taraflari bilan. Eng soddalashtirilgan tarzda ishlangan ekan. Oddiy odam ham, masalan, umuman texnikaga tushunmaydigan odam ham ish o'rdan ko'rib tuzib olib biladi ekan shunda, to'g'rimi? Havo. Reduktorlari, motorlari, Motor orqasindagi. Hozir bu yerda paket bilan o'rab qo'yilgan suv demasliklari uchun. Yurishlaringiz. Ochiqini ko'rsataman dedi. Bari ham Ob'yomlar bor ekan. motori. Motorini ob'yomi